Men Temur G'iyosbek, Jondor tumani Obod mahallasida yashayman. Men 2021-yilda migratsiyada ishlab yurgan vaqtlarimda Telegram orqali mahallamizdagi hokim yordamchisi Saidov Ozod aka bilan suhbatlashdim va suhbat davomida ularga meni to'kirni sex, suvarchi sex ochish istagim borligini bildirdim va ular menga taklif bildirishdi. 21-yil oxirida migratsiyadan qaytdim va hokim yordamchisi ko'magida mahallada imtiyozli kredit borligi haqida bildim va Xalq bankiga murojaat qildik. Menga to'kirni sex, soatni sex ochish uchun kredit ajratib berildi. O'zimga kerakli bo'lgan qo'l avtomat, MIG, JASIB 350 apparati, takarni stanok, sverlenniy, press apparati, точильный apparat shularni imtiyozli kredit yordamida menga kredit asosida olib berishdi va men bundan xursandman. Biz yoshlar uchun hurmatli prezidentimizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Shunday sharoitlar yaratib berganlari uchun migratsiyada ishlamasdan shu yerda o'zimizda daromad qilyapmiz. Barchasi uchun rahmat aytmoqchiman.